Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi mavzuyimiz asosan psixologiya bo'yicha bo'lib, demak bizani sherigimiz Hamdullayev Faxriddin aka, psixolog. Faxriddin aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Avvalambor Hamza aka, taklif qilganingiz uchun rahmat. Juda ham zo'r, ajoyib loyiha bo'libdi. Aynan psixologiya bilan boshlanishi bu muammolar juda dolzarb ekanligini ko'rsatadi. Demak, avvalambor o'zimni tanishtiradigan bo'lsam, Hamdullayev Faxriddin, amaliy psixologiyadan xalqaro institutda dars beraman, TMCda. Boshlasak bo'ladi, menimcha. Boshlaymiz. Demak, Faxriddin aka, bir nechta qismga bo'lamiz. Mavzuyimizni, ya'ni o'smirlar bo'yicha oila psixologiyasi va jamiyatdagi yurishtirish bo'yicha butun bir jamiyat psixologiyasi bo'yicha demak mavzularimiz asosan ko'tariladi. O'ylaymanki, sizlar uchun qiziq bo'ladi, manfaatli bo'ladi. Demak, birinchi masalamiz, mavzuyimiz o'smirlar psixologiyasi. Chunki bilamizki, men o'sha blogimda ko'p psixologik mavzularni ko'targanimizda har doim bizga nima bo'yicha savollar keladi. Ya'ni asosan o'smirlar qismiga o'tadigan bo'lsak, yaqinda bitta o'smir yoshdagi bitta nima patsientimiz deymizmi, murojaat bilan chiqdi. Murojaatida 15 yoshlik o'zi o'g'il bola, maktab yoshida bo'ladi, demak 9-sinf. Aytyaptiki, stressga tushyapman. Hayron bo'ldim, 15 yoshli bolada qanaqa stress bo'lishi mumkin? Hop, nimadan bo'ladi? Aytishi bo'yicha, ota-onasi katta yoshdagilar, ya'ni 60-58 yoshdagi odamlar ekan, ota-onasi. Ularni uni yoshidagi, ya'ni 15 yoshdagi bolani unchalik tushunmasdan ko'proq bosim o'tkazishga qaratilgan yoki bo'lmasam har xil qiyin vazifalarni berish, oilaviy masalalar bo'yicha hamda o'zining yaqin o'rtog'i, do'sti bilgan yaqin o'rtog'i unga xiyonat qilganligi to'g'risida. To'g'ri, bu ko'pchilik uchun oddiy narsa bo'lishi mumkin, lekin har bir yoshda o'zini stressga soladigan mavzu bu uning qiyinchilikdagi masalasi. Buni demak men o'ylashim bo'yicha, demak maktab yoshidagi bolalarni psixologik holati qanday o'zi? Asosiy savollardan biri va ularni yechimini ta'limda ko'ramiz. Ta'limda uni qanday yechish kerak bo'ladi? Ular bilan qanday ishlash kerak? Butun bir hayolim o'sha kuni qilolmadim, to'g'risini aytaman. Chunki men o'zim farzandim ham 14 yosh bo'ladi. 14 yoshda demak ularda shunaqa kechirmalar bo'lar ekan. O'sha narsani yechimini umumiy ma'noda qanday tushunamiz? Avvalambor juda ham dolzarb mavzu. Nafaqat bu bizni yurtimizda, O'zbekistonda, jamiki boshqa chet el davlatlarida ham aynan o'smirlar mavzusi dolzarblikka qolyapti. Nima uchun? Chunki bilamizki, sog'liqni saqlash, butunjahon sog'liqni saqlash ma'lumotlariga ko'ra, mana shu o'zaro tushunmovchilik, o'zaro nizolar oqibatida aytaylik, mana bir daqiqada bir necha yuzlab o'smirlar o'z joniga qasd qilish holatlarini ko'ryapmiz. O'zaro tushunmovchilik. Endi agar fan yuzasidan biz qaraydigan bo'lsak, Erik Eriksonni psixososial rivojlanish nazariyasi bor. U yerda shunaqa jarayon ketadiki, identifikatsiya va rollar almashinuvi degan jarayon. Sizga savol bilan murojaat qilmoqchiman. ID deganda siz nimani tushunasiz? ID karta deganda oddiy, soddaroq olib tushuntiradigan bo'lsak. ID identifikatsiya, har bir fuqaroda bo'lishi kerak bo'lgan identifikatsiya hisoblanadi. Ya'ni shaxsni aniqlovchi hujjat. Unda shaxs qanaqa, ism, familiyasi, turar joyi, hamma narsasi bor. Aniq ko'rinadi, to'g'rimi? Psixologiyada ham shunaqa jarayon bo'ladi. Ya'ni o'zlikni topish degan. Menlikni topish degan. Aynan shu o'spirin yoshga kelganda, individ deb aytadigan bo'lsak, o'zlikni topish qiyinlashib ketadi. Eng muammoli vaziyatlardan biri mana shu yerda atrofdagilar ota-onani, ustozlarni, ya'ni o'smirga nisbatan yoshi katta insonlar ularni tushunmovchiligi, o'zaro tushunmovchilik ular sabab bo'ladida. Buni biz quyidagicha yana izohlashimiz mumkin. Psixologiyada o'zini anglagan, o'zini anglayotgan va allaqachon anglab bo'lgan shaxslar bor, aytadigan bo'lsak. Misol uchun 15 yoshli o'smirda, qizda yoki bolada ideali baribir uni
o'rtoqlar hisoblanadi. Xohlaysizmi, xohlamaysizmi, bu bosqichdan siz ham mana ham o'tganmiz. Ota-onani gapiga nisbatan, ustozini gapiga nisbatan atrofidagi o'rtoqlarini gapi unga ko'proq ta'sir qiladi. Muammo shunda. Va hozirgi biz duch kelayotgan muammolardan yana biri aytishimiz mumkin, kechqurun 10-11da uyga kelish masalasi bo'ladi o'smirda. Shunda kuchli so'rov bo'ladi. Birdaniga so'rov boshlanib ketadi, ya'ni aytishimiz mumkinki, nima uchun sen kech qolyapsan, qanaqa tarbiya olding? Qiziq narsada 15 yoshgacha yaxshi edi, lekin 15 yoshdan keyin birdaniga buzilib ketishi mumkin emas. Bu nimada? Vaqt ajratmaslikdan, uni tushunmaslikdan, emotsional qo'llab-quvvatlamaslikdan. Bir tadqiqot o'tkazilgan so'rovnoma psixologlar tomonidan. Aytaylik, farmatsevt siz olmoqchi bo'lgan dorini qimmatga sotyapti. Sizni pulingiz yo'q. Yoki boshqacharoq, farmatsevt aptekaga kirdingiz, ayolingizga yoki onangizga dori olmoqchisiz. Pulingiz yetmayapti. Shunda o'sha farmatsevtga hujum qilib olgan bo'larmidingiz dorini yoki bo'lmasam qanaqa yo'l tutgan bo'lardingiz degan savolga yosh bola, 15 yoshga kirmagan bola bunaqa qilmagan bo'lardim. Sababi mumkin emas, qonun tomonidan taqiqlangan, jazo qo'llaniladi. Lekin 15 yoshga kirgan bolaning javobini qarang. Men farmatsevtga hujum qilib bo'lsa ham o'sha dorini olgan bo'larman. Nimaga unaqa qilasan desa, boshqalar nima deb o'ylaydi men haqimda degan fikr bor. Ya'ni ularni stereotipida boshqa bir insonlar men haqimda qanaqa o'ylaydi degan fikr har doim ularni qiynab keladi. Katta yoshdagi insonga shu savol berilsa, albatta onamni ham, ayolimni ham yashashga haqqi bor-ku degan tomonlarni o'ylaydi. Ya'ni atrofimizga qaraydigan bo'lsak, 15 yoshlik ikki davrga bo'lamiz bu jarayonni. U hali birinchi qadami bolalikdan uzilmagan, ikkinchi qadam bo'ladigan bo'lsa kattalikka qarab bo'ladi. Tushunyapsizmi? Neyropsixologiya jihatdan oladigan bo'lsak, preferental qism bor, ya'ni bilasiz, katta qism. Bunda aynan mas'uliyatga, emotsional holatlarga javob beradigan qism bo'ladi. Bu hali to'liq rivojlanmasdan turib, biz unga ko'tara olmaydigan mas'uliyatlarni yuklab qo'yamiz. Bu tibbiyot yoki neyropsixologiya tomonidan qaraydigan bo'lsak, umuman olganda tanganing har doim ikkinchi tomoni bo'ladi va albatta biz birinchi navbatda bolani stressga, bolani yo'q deyishga, bolani shaxsaro muloqotda o'zini erkin tutishga o'rgatish kerak. Siz mendan so'radingiz, buni yechimi nimada ko'rinadi? Oddiy Finlandiyani misolini keltirishimiz mumkin. Finlandiyada 15-14 yoshli bolalarga aniq fanlar, gumanitar fanlardan ko'ra life skills deydi. Hayotiy ko'nikmalar darslar qo'yiladi. Ya'ni qanaqa hayotiy ko'nikmalar? Aynan stress bilan qanaqa kurashish mumkin? Yo'q deyish san'ati, emotsional qo'llab-quvvatlash va bularni psixodrama orqali, har xil rollarga qo'yish orqali o'rgatadi. Bu nima degani? Bu aynan Finlandiyada shunaqa usul qilinganki, ular o'smirga oyna bo'lib beradi. Ya'ni inson oynaga qarab o'zini to'g'irlab oladi. O'smir xuddi shu. Oynaga qarab kamchiliklarni to'g'irlab, katta hayotga qadam qo'yishni boshlaydi. O'shaning uchun ham boshida ta'kidlab o'tganimdek, rollar almashinuvi ko'p bo'ladi. Sababi eslaydigan bo'lsangiz, bundan 15-30 yil oldin aynan biz ham o'smir bo'lganmiz. Bizning davrimizda mana guruhlar bo'lardi, misol uchun. 3 ta qiz yoki setora guruhi qo'shiq aytardida va o'sha paytda qizlar alohida 3 ta bo'lib yurishni boshlagan. Ularga taqlid qilishni boshlaydi. Shunga o'xshagan bandamkalar taqib olib yurishni boshlaydi. Nima uchun? Chunki hali rollar almashinuv ketyapti. Bugun u sudya bo'lishni xohlasa, ertaga u aytaylik prokuror bo'lishni xohlaydi. Indingi u misol uchun uchuvchi bo'lishni xohlaydi. Ya'ni aytmoqchisizki, kimni o'zida urolsa, o'shanga o'xshashga harakat qiladi. Xuddi shunaqa. Bu yerda endi yana psixologik jihat borki, nomukammallik kompleksi bor. Nima uchun nomukammallik kompleksi? Men tushuntiraman sizga. Sababi mana yoshligida siz birinchi sinfga chiqqan farzandingizni eslang, qanaqa bo'lgan jarayon? Endi mana hozir ham mana birinchi sinfga chiqqan qizimiz bor.
Mana 14 yoshli farzandingiz birinchi sinfga chiqqanda qanaqa o'zingizni his qilgansiz? Albatta, misol uchun uni kelajakka intilishi yoki bo'lmasam kelajakka qo'yayotgan qadamini o'zgarishini man sezaman. Mhm. Lekin undagi holat bu o'sha maktabga chiqqanida yangi qanaqadir muhitga tushib qolishini o'zi xursand bo'lib keladi. Ha, shunaqa bo'ldi, bunaqa bo'ldi, har xil. Bog'chadan уже maktabga o'tdi-ku. O'sha holatda uni nima deydi, boshqacha qarashini tushunib oldi. Man sizga yordam berishga harakat qilaman. Aynan mana birinchi sinfga chiqqanda ko'pchilik ota-ona qiziqadi. Mhm. To'g'rimi? Ha. Maktabga olib borib qo'yadi, sinfdagi rasmlarni qiziqib ko'radi. Endi hattoki qayerda o'tiribdi, birinchi partada o'tiribdimi, oxirgi partada qiziqdi-a. Urishib ham ketadi. Mani deydi o'g'limni, qizimni birinchi partiyaga qo'ygan, u yaxshi o'qish kerak. Bu kuzatuvlar qachonga kelib yo'qolishni boshlaydi? O'sha tez yo'qoladi. U boshida ozgina qiziqiladi, ota-ona tomonidan qiziquv bo'ladi. Keyin yo'qoladi. Bu agar aniq aytadigan bo'lsak, 4-sinfgacha bo'lgan jarayonda qiziqish bo'ladi baribir odamlar. Qanaqa o'qiyapti, nima o'qiyapti, tergab turadi, qo'llab-quvvatlab turadi, emotsional jihatdan, sotsial jihatdan qo'llaydi. Misol uchun, buni natijasida bolada ham ko'nikma yaxshi hosil shakllanib boradi. Lekin 4-sinfdan keyin mustaqil bo'ldi-da endi bola. Endi bemalol maktabga borib o'zi kela oladi. Misol uchun, mana shu holatda biz uni yolg'iz qo'yib qo'yamiz. Muammo shundan boshlanadi. Ya'ni yolg'iz qo'yamizda ma'lum bir vaqtdan keyin kuchimiz yetmagandan keyin mana bolam o'zgarib qoldi deydi. Shoshmang. Bolangiz birinchi sinfga borganda shunaqami yoki 7 yoshdan shunaqamidi desa, yo'q unaqa emasdi, juda yaxshi edi. Gaplarimni eshitardi, gaplarimni qilardi, aytgan misol uchun maslahatlarimizga, tavsiyalarimizga rioya qiladi. Lekin 15 yoshga kelgandan keyin o'zaro tushunmovchilik, baqir-chaqir, ertalar hammasi yaxshi bo'ladi, lekin kechga borib baqir-chaqir boshlanadi. Hammasi mana shu rollar almashinuvida unga emotsional yoki psixologik ko'mak kerak bo'ladi. Har kuni ota yoki ona u bilan shug'ullanish kerak bo'ladi. Yoki bo'lmasam tarixga qaraydigan bo'lsak, mana podshohliklar davrida yoki xonliklar davrida farzandni xon yoki podshoh o'zi tarbiya qilmagan. Ma'lum bir yoshga chiqqandan keyin yashang. Bu shu ustozi nomi otaliq deb nomlangan. To'g'rimi? Unga jang san'atini o'rgatgan. Misol uchun, aytaylik, har xil hayotiy ko'nikmalarni, fanlarni o'zlashtirish jarayonini o'sha otaliq yoki ustozi tahlil qilib borgan, nazorat qilib borgan. Qani endi bolada faqat do'stlari yoki bo'lmasam o'ziga qarama-qarshi jins vakillarini nazorati yoki gaplariga kirishni boshlaydi albatta. Bu hammasi tadqiqotda. Agar ma'lum bir vaqt biz uni to'g'ri ma'noda nazorat qilmasak, to'g'ri ma'noda emotsional yordam bermasak, ko'mak bermasak, psixologik qo'llab-quvvatlamasak, biz o'zimiz farzandimizni yo'qota boshlaymiz. Bu begonalasha boshlaydi. Va eng asosiysi hayotda shunday qonun bor. Bu davrdan siz ham men ham o'tganmiz. Bundan keyin ham o'tishadi, misol uchun o'smirlik davrida va eng og'ir davr bo'lib qoladi. Agar alohida nafaqat maktabda, balki oilada ham ko'mak bo'lmasa. Maktabda hali aytganimdek, aniq fanlardan tashqari yoki gumanitar fanlardan tashqari men eshitmaganman hali hayotiy fanlar, ko'nikmalar borligini. Yo'q, siz eshitganmisiz? Yo'q. Stress boshlanish bo'yicha tanqidiy fikrlash bekorga emas, tanqidiy fikrlash o'rgatilinadi boshligi. Yoki bo'lmasam yo'q deya olish san'ati. Misol uchun, tanqidiy fikrlash orqali u kelajakdagi potensial risklarni ko'ra oladi, tahlil qila oladi, prognoz qila oladi. Bu bekorga emas hammasi. Mana shu narsani maktab tomonidan agar oddiy hayotiy ko'nikmalar darsi qo'yilsa, bu muammo yechilishi mumkin. Oilada emotsional yaqinlik bo'ladigan bo'lsa, psixologik ko'mak bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi tomondan zanjir yechilishini ko'rishimiz mumkin. Va bilasizmi, biz ko'p guvoh bo'lganmizki, misol uchun 15 yoshli bola tashabbus bilan chiqishi mumkin-da. Men deydi, mashina haydagim kelyapti yoki bo'lmasam pravaga o'qigim kelyapti. Haydovchilik guvohnomasini olmoqchiman. Yoki bo'lmasam onasiga, "Meni qiz yaxshi ko'rib qoldi" desa, ustidan kulishni boshlaydi ota-ona, bilasizmi? Qanaqa qo'pol qo'yayotgan, hali ketingni yaxshi tozalashni bilmaysan.
Lekin sen nimaga da'vo qilyapsan? Bundan keyin bolada o'ziga bo'lgan ishonch burilishni Hali boshlaydi. yoshsan deydi. Hali yoshsan deydi. Hali yoshsan deydi. Va bilamizki, bu paytda baribir boshida ta'kidlab o'tganimdek neyropsixologik jihatdan qaraydigan bo'lsak, mas'uliyatga javob beradigan miya qismi ham to'liq shakllanmagan bo'ladi. O'shani ham inobatga olish kerak. Bu bosqichda. Demak, o'smirlar bo'yicha xulosaga ozgina qo'shimcha kiritadigan bo'lsam, hurmatli ota-onalar, e'tibor berishingiz kerak bo'lgan asosiy narsa bu unga o'zi ota-ona bo'lishdan tashqari do'st bo'la olish masalasi turibdi. Chunki menga yozgan o'sha 15 yoshli bola, adashmasam Qashqadaryodan edi. O'sha bolaning kechirmalarida bitta joyda aytib o'tyapti. Mani o'sha yaqin o'rtoqlarim chekadi. Sigaret chekadi. Hop, men ham chekkim kelyapti. Men uni qaytarishga harakat qildim. Aytdim, albatta, bu narsa juda katta organizmga zarba bo'lishini tushuntirdim. Tushunib yetdi. Bo'ldi, chekmayman dedi. Ya'ni sani o'sha o'rtoqlaringdan ustun tarafing va plyusing bu o'sha sani sigaret chekmasliging dedim. Endi tasavvur qiling ota-onalar. O'sha paytda unga maslahat beruvchi odam, men emas yoki boshqa bir odam emas, do'stlari chakib ko'rur deydigan odam bo'ladigan bo'lsa, u bitta qadamda o'tib ketish hech narsa emas ekan. Bitta qadamda o'tib ketadi va shunga o'xshagan boshqa psixotrop bo'lsin yoki boshqa dorilar bo'lsin, u o'tib ketishi oson bu narsaga. Demak, bizlar ota-ona bo'lishdan tashqari do'st bo'lib, har bitta ichidagi kechirmalarini eshita olishimiz va unga to'g'ri maslahat berishimiz va sindirib qo'ymaslikka harakat qilishimiz kerak ekan. Bu narsaga albatta ota-onalar to'xtab qolmasligimiz kerak, o'qishimiz kerak, izlanishimiz kerak. Bu mavzuni ham ko'tarishga asosiy sabab bo'lgan narsa menga kelib tushayotgan savollardan bo'ldi. Misol uchun va juda ham to'g'ri aytyapsiz. Yana ko'plab qo'shimcha qilish mumkin, to'ldirish mumkin. Aytaylik, Hamza aka, mana Yevropa davlatlarini men tahlil qilaman-da, Yaponiyani tahlil qilaman. Ularda aynan shaxsiy rivojlanish ko'nikmalari, kurslari bor-da. Bizda e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, bunaqa loyiha dasturlar yo'q. To'g'rimi yoki noto'g'ri? To'g'ri. Aytaylik, juda ham to'g'ri aytdingiz. Shunga maslahat beradigan, shunaqa hayotiy vaziyatlarga solib ko'rib, rollar orqali uni kelajakda qanday potensial muammolar kutayotganligini tushuntirish mumkin-ku. Bizda faqat biznesga rivojlantirish, misol uchun agar bitta soha bo'ladigan bo'lsa, aytaylik, sportdan hamma bolasini sportchi qilgisi keladi. Yaxshi, sport bilan shug'ullanish yoki sportchi qilish ikkalasi farq bor-da. Sport bilan har bir inson shug'ullangan maqsadga muvofiq. Lekin hammani ham biz birdaniga biznesmen qila olmaymiz, hammani ham birdaniga sportchi qila olmaymiz. Hammani o'ziga xos individual psixologik xususiyatlari bor. Shundan kelib chiqib to'g'ri yo'nalish beradigan bo'lsak, u o'zini ichidagi minglikni topadi. Biz siz bilan tahlil qildik. O'zini anglagan 15 yoshli bola bor, ota-onasini gapiga kiradigan 15 yoshli bola bor. Ota-onasini gapiga emas, atrofdagi do'stlarining gapiga kiradigan 15 yoshli bola bor. Misol uchun. Shunaqa bo'lishadi psixologiyada ham. Va eng qizig'i, bilasizmi, hali u, misol uchun, kechasi 12 da uyga qaytadi, futbol o'ynab qaytadi, boshqa. Mas'uliyat deganda, ya'ni men hozir ota-onamni xafa qilib qo'yaman, ota-onam mendan xavotir olyapti degan narsa bo'ladi, lekin u darajasi pastroq bo'ladi-da. Emotsiyaga berilgan bo'ladi hali. O'shaning uchun ham bu tomonlarni to'g'ri tushuntirib, misol uchun, kaltakni tagida qo'ymasdan uni yoki bo'lmasa so'kmasdan to'g'ri tushuntirish orqali muammodan olib chiqib ketish mumkin. Bo'lmasa, albatta biz 15 yoshli o'smirni, o'zimiz farzandimizni yo'qotib qo'yamiz. Agar biz uni tarbiyalamasak, tashqaridan kim bugun kelib tarbiyalaydi? Endi yana bitta qo'shimcha savolimiz bor. Farqinda aka. O'sha yechimni nimada deb o'ylaymiz? Mana men o'zimning shaxsiy fikrim bu. Men o'ylaymanki, maktabda rahbariyatdan tashqari, sinf rahbaridan tashqari psixolog, ona deymizmi, psixolog, ota deymizmi, kimdir bo'lishi kerakmikan? Chunki bo'shliq bor bu yerda. Nimaga bolalar psixolog yoki shunga o'xshagan qanaqa ta'sirchan videoni ko'rib qolib, kimgadir murojaat qilish kerak? O'shani ichki kechirmalari, shu yoshda bola qanaqa fikrlashi to'g'risida
qayg'uradigan psixologlar bo'lishi kerak emasmi? Kuchli psixologlar maktabda va o'sha butun bir kerak bo'lsa bir og'iz gapda butun maktabdagi hamma bolalarni o'tirg'izib qo'yadigan yoki fikrga yo'naltira oladigan bitta nima deyim kuchli psixolog bitta bo'lsa ham bo'lishi kerak emasmikin? Balkim bordir maktablarda bu narsa, lekin man o'ylaymanki o'sha maktab yoshidagi o'smirlarni hayotga to'g'ri yo'naltirish uchun eng kuchli psixologlar maktabda bo'lishi kerak deb o'ylayman. Judayam to'g'ri fikr. Man o'zim ham birinchi ish faoliyatimni maktabdan boshlaganman. Amaliyotchi maktab psixologi bo'lganman. Mani maktabga ishga kirishim juda ham qiziq bo'lgandi. Ya'ni maktab direktori menga shart qo'ygan. 11-sinf adashmasam o'sha paytda ikkita edi. Juda ham yaxshi inson maktab direktori. O'g'limni gapirardi. O'g'lim agar o'ziga xos sinov bo'lganda aktiv zalga mana shu 11larni olib ko'raman. 15 minut ushlab o'tirsang, gap bo'lishi mumkin emas. Bir shtat olasan deganda. 40 daqiqadan oshib ular bilan suhbat qurganman. 11lar bilan. 11lar bilan. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, ko'pchilik hozir aytishi mumkin, hammasi buxton, yolg'on yo'q, bu narsa bo'lgan. Bu narsani men deyarli hech qayerda gapirmaganman. Aytmoqchi bo'lganim, o'zini kasbini yaxshi ko'rgan inson, o'zini kasbida siza olgan inson albatta yordam beradi. Mana oldimga 7-sinfda, 7-sinf esimda qizlar keladi. Ular vezvalar bilan tilingan. Nima bo'ldi desam, bilamizki u paytda baribir emotsiyaga borib taqaladi ko'p narsa. To'g'ri tushunish kerak. Yaxshi ko'rib qoldim. Men oldimdan bor, qanaqasan, hali yoshsan, nima qilasan, qanaqa sevgi demaganman. Kecha qani qizim, o'tirchi, nima muammo deganman. Yig'lab aytardim, misol uchun, mayli, inson qanchalik ko'p yig'lasa, ichidagi dardini to'kib solsa, u ancha yengillashadi-da va eng asosiy narsa bu yerda uni kimdir eshitayotganligini his qiladi. Tasavvur qiling, hozirgi paytda real qaraydigan bo'lsak, baribir ustozi bo'ladimi? Mayli, ustozi dakki berishi mumkin, tanbeh berishi mumkin. Onasiga, otasiga bu narsani ayta olmaydi. Psixologga borib, yagona o'tinch psixologga borib aytish, psixolog ham buni to'g'ri qabul qilish kerak-da. To'g'ri qabul qilib, buni qanaqadir metod qo'llamasa, yaxshi eshitsin, empatiya bildirsin, hamdard. Eshitsin shu narsani. Ko'p emas. 20 daqiqa, 30 daqiqa eshitsin. Psixolog shundan ko'nikma bo'ladi, malaka bo'ladi. Ana yosh 15 yoshli qiz bo'ladimi, bola bo'ladimi, muammosi yengillashayotganini his qiladi. Muammo shunda, ya'ni birinchi navbatda psixologlar bor hozir, bitta emas, ikkitalar bor, lekin o'zini ishini yaxshi ko'rish kerak. Avvalambor o'zini ishini yaxshi ko'rsa, keyinchalik moliyaviy tomoni, boshqa tomonlarini yaxshilab olsa bo'ladi-da. Menimcha bu narsani qilish qiyin emas deb o'ylayman. Bu bitta usullardan biri deb men o'zim fikrim bu. O'sha hamma maktab bolalarini boyagi sizga ishga qabul qilgan direktoringiz aytgani bo'yicha hamma bolalarni aktiv zalga yig'ib turib, o'sha yoshda kuzatilishi mumkin bo'lgan voqea hodisalarni aytish kerak va shunaqa holatlar bo'layotgan bo'lsa, marhamat. Meni kabinetim har doim ochiq. Ertalabdan kechgacha. Qiyin emas. Kerak bo'lsa gruppaga kirishi mumkin muammosini aytishga. Menimcha mana bunaqa jarayon bo'lardi. Misol uchun, o'smirlar bilan siz gaplashmoqchi bo'lsangiz, avvalambor ularni fazasiga tushishga, ular kabi o'ylashga harakat qilsangiz, ular misol uchun men sezganman mana shu umrlar bilan ichiga kirishda, ular bilan suhbatlashish jarayonida o'sha payt oktyabr yaqin bo'lgan, oktyabrda mashhur UFC jangi bo'lishi kerak bo'lganda, shundan boshlaganman. Nima deb o'ylaysan? Qaysi bir uyda ikkiga bo'lingan, hamma o'zini fikrini bildiradi. Sport o'zi ham oddiy ijtimoiy voqeadan boshlangan. To'g'rimi yoki noto'g'ri? Keyin o'sha paytda mutafakkirlarning rasmlari bo'lardi. O'shandan keyin ulanib ketgan, misol uchun, emotsion mamlakat ishlar qilgan. Nima deb o'ylaysan? Uni oldida kim bo'lgan yoki bo'lmasam qanday qilib shu darajaga yetgan deb ularni mustaqil fikrini bilishga qiziqardim. Sababi insonga mustaqil fikrini so'rasangiz, unga bu yengil dopamin beradi. Miyada yengil dopamin degan o'zi bilasiz, yengil dopamin ajralib chiqsa, u o'sha ishni juda ko'proq qilishga harakat qiladi, berilib ketadi.
mana shu ozgina kichik texnikalardan foydalansa va asosiysi eshitish, asosiysi ularni muhitidan kelib chiqib ularga yondash orqali biz muammoni hal qilishimiz mumkin. Hali aytganimdek, issiq kartoshka bo'ladi-ku, issiq kartoshka cho'g'da pishgan kartoshka. Issiqligidan sizga otasizmi, siz menga otasiz, shunaqa bo'laveradi muammo. San xil bo'laveradi. Yechim yo'q bo'ladi. O'shaning uchun birinchi navbatda faqat psixolog, ma'naviyatchilar bor, ustozlar bor. Ustozlar vaqti kelganda, misol uchun, shunaqa ustozlarimiz bor. U psixolog emas, lekin qanday tarbiya usulini, qanday munosabat bildirish kerakligini biladi. Aytaylik, darsdan keyin o'g'lim deyish, qizim deb misol uchun murojaat qilish. Familiya rasmiy emasda, misol uchun yaqinroq olib aytsa, hamma kompleks tomonlama bunga kompleks psixolog, ma'naviyatchi, ustozlar, hatto o'sha direktor bo'ladimi yoki bo'lmasa ota-ona, jamiki kim bo'lishidan qat'iy nazar, shu bolaning atrofida kim bo'lishidan qat'iy nazar hamma kompleks yondashsa bu muammoga va eshitishsa muammo hal bo'ladi. To'g'ri, 100% biz hech qachon muammoni to'liqligicha hal qila olmasligimiz mumkin, lekin kamaytirish mumkin. Avvalambor, hali aytgandek, hayotiy ko'nikmalarga ega bo'lgan darslarni ko'paytirish kerak. Siz aytgan yo'nalish Yaponiyada bor, ya'ni psixologlarga ko'proq urg'u berishadi. Psixologlar aynan o'smirlarni muammosi bilan ko'proq shug'ullanadi. Nima uchun? Chunki Yaponiyada bilamizki, suitsid, o'z joniga qasd qilish ko'pligidan aynan fokus ular o'smirlik davriga qaratadi. Shu jihatlar bor. Va undan tashqari mana tarbiya masalasida ham ko'p so'rashadi-da. Bilasizmi, tarbiya masalasida o'zimiz aybdormizda baribir. Shunaqa eksperiment o'tkazilgan, men sizga tushuntirib beraman. Marshmallow deydi. 6 bosqichda o'tkazilgan, qarang. Mana o'smirlikdan bolalikka tushamiz-da, muammo qattaligini men tushuntirib beraman. Bu qanaqa bo'lgan? 5 yoshli bolalarni 5 ta 6 ta bolalarni yig'ishgan, ota-onalar o'zi rozi bo'lgan. Oldiga marshmallow, ya'ni zefir bo'ladi-ku. Shu zefir bitta qo'yganda yoshiga mos 5 daqiqa, 6 daqiqa chidab tura olsang, shunga yemasdan shu narsani chidab tura olsang, masalan, ikkinchisini beraman degan. Tabiiyki, buni amalga oshirish qiyin bo'ladi, chunki kechiktirilgan nafs degan narsa bor-da. Ularda iroda kuchini, sabr, matonatni shu orqali o'rgatishmoqchi bo'ladi va bunda haqiqatdan 10 ta aytaylik bolalardan bitta yoki ikkitasi eksperiment oxirigacha yetkazganda va bularni 10 yil mobaynida kuzatishgan. Natija nima bo'lgan aka? Natija ular hayotiy jarayonga yoki katta hayotga qadam qo'yganda oddiy siz aytayotgan stress muammolari, o'zaro kelishmovchiliklarni yengil yechuvchi holatlar bo'lgan. Sabr bilan, iroda kuchi bilan. Nima uchun? Chunki yoshligidan shu narsa o'rgatib borildi ularga. Va bu eksperiment 6 bosqichda 69-yil boshlangan. 69, 79, 89, 99, oxirgi 2016-2018-yilda bo'ldi. Ko'ryapsiz? Psixologiya qanaqa ishlaydi? Hamzaki, psixologiya faqatgina xafa bo'lmang-ku, qaynota, oila, kelin, o'g'ri kelin yoki 6 ta 7 ta pomidor yeb qo'ygan kelin muammosi emas. Psixologiya tadqiqot orqali, psixologiya eksperiment orqali, diagnostika orqali va oxiri korreksiya orqali ishlash kerak. Muammo bu tomoni ham bor-da, mexanizmda ham bor. Sababi ko'pchilik, misol uchun 3 oylik, 6 oylik kurslarda o'qigan psixologlar ham bor. Ular albatta bizga kerak, lekin mexanizmni, aynan fundamental psixologiyani bilmagandan keyin ular faqat maslahat berishga o'tadi-da. Qo'pol qilib aytganda, ko'chadagi xohlagan bir insonimiz mendan ko'ra, sizdan ko'ra yaxshi maslahat beradi. Lekin uni korreksiyasi, uni diagnostikasi yo'q. Diagnostikasi kelganda tormoz boshlanadi. Mana shu vaziyatda albatta maktab, bog'cha, umuman amaliyotchi psixologlarni ko'nikmalarini Yevropa andazasida olish maqsadga muvofiq bo'ladi.
Chunki qanchalik metodologiya kuchli bo'ladigan bo'lsa, muammoga yaxshi immunitet hosil bo'lishi mumkin. Nafaqat o'smirlarga, boshqa muammolarga. Ya'ni usul bo'yicha. Usul, Usulni o'rgatish. usullarni o'rgatish, zamonaviy texnika. Chunki men har doim aytaman, tadqiqot yo'q joyda fanni qidirish hojat yo'q-da. Tasavvur qiling, siz aytyapsiz, maktabda qilish kerak emasmi? Shoshmang, birinchi navbatda tadqiqot o'tkazgan bo'lish kerak. Buning uchun ozgina o'zini ishini yaxshi ko'rish kerak. O'zini ishida suzish kerak-da inson. Shundagina siz o'ylagan, men o'ylagan muammoni ma'lum bir foizda miqdorlarda yechimi bo'ladi. Tushunarli, rahmat. Demak, biza hozir o'smirlar bo'yicha, o'smirlarning ichida yana misollar sifatida yoshlarni psixologiyasiga ham tushdik. Endi bo'lsa biza oilaviy psixologiya, ya'ni oila psixologiyasi bo'yicha mavzumizni davom ettirishimiz kerak. Har bitta mavzu biza uchun eng muhim hisoblanadi. Chunki kuzatayotgan kuzatuvchi o'zini muammosini birinchi o'rinda o'ylaydi va psixologiya degan paytda o'zini psixologiyasini tushunadi. Xo'p, endi oilaviy psixologiyaga keladigan bo'lsak, yana aytganimdek, ko'p kontentlarimiz, psixologik kontentlarimizda shu narsani guvohi bo'lib turibman, to'g'risini aytaman. Har xil yozishmalar, har xil murojaatlar bo'ladiki, aksar murojaatlar menga oilaviy muammolar bo'yicha. Ya'ni oilamda men uni oxiriga chuqur kira olmayman. Chunki har bittasi bo'yicha chuqur ishlaydigan bo'lsak, muammo bor. Ya'ni uni metodikasini bilmagandan keyin sal qiyin bo'lishi mumkin. O'shaning uchun men imkon boricha, demak, yana yaqinda bitta kontent qo'ydik. Psixologik, ya'ni stressni tarqatuvchi yoki stressni 65% gacha yo'qotuvchi musiqa qo'ydik va juda ko'p talab, juda ko'p murojaatlar va juda ko'p zaproslar kelib tushdi. Endi bu yerda aksar o'sha yoshlarini aniqlagan paytimda oilaviy holatdan kelib chiqib stressga tushayotganlarni ko'rdim. Va o'shalarning zaproslari haligacha kelib turibdi. Endi oilaviy masalada. Oilada nima bor? Oilada bo'lishi mumkin moddiy tomondan qiyinchiliklar. Uni orqasidan kelib chiqishi mumkin xotinlarni bir-birini tushunmasligi. Ya'ni bu qanday ma'noda? Psixologiyaga, ya'ni biz hozir kunda oila qurayotgan yoshlarning psixologiyasi o'zi qanday bo'lishi kerak? U necha yoshda bo'lishi kerak? To'g'ri kelishi kerak va necha yosh, qancha vaqtgacha u sabrli bo'lishi kerak. Men bitta shaxsiy tushuncham bor. Oila qurgan yoshlarni o'rtasiga tushish bu ota-onaning eng katta xatosi deb o'ylayman. Qachonki ular juda kelishmovchilik bo'lsa, tushishi mumkin balkim qanaqadir yo'l ko'rsatishga. Lekin gap o'rgatish yoki bo'lmasam kechirasizlar, mana yosh kelin qizlarimiz uyiga bu yoqdagi gapni tashish masalalari juda murakkab masalalar. Bu asosiy o'sha stressga olib kelish mumkin bo'lgan voqea hodisalarni keltirib chiqaradi deb o'ylayman. Va ularga kamida 3 yildan 5 yilgacha o'sha o'z-o'zini topib olishi, o'z-o'zini tushunib olishga vaqt berish kerak deb o'ylayman. Endi bu voqea hodisadan kelib chiqib oilaviy muhitni shakllantirish bilan bog'liq. Endi xo'p, xatolik bo'ldi, tushunmovchilik bo'ldi. Kechirasiz-ku, to'g'risini aytaman, endi bu hayot xiyonatli ham bo'lishi mumkin. O'shandan kelib chiqib bu narsaga qanaqa yechim topish kerak? Oilaviy psixologiyada. Xo'p. Oila bilamizki, jamiyatning bug'uni hisoblanadi. Oilada bitta shaxs ish emas-da u. Bitta shaxsga bog'liq emas. Bu ikkinchi shaxsga ham bog'liq. Gapning o'zini tushunarli bu. Men aytmayapman yoki xotin demayapman. Ikkala shaxsga ham bog'liq-da bu. Bu xoh bo'lsin, bu xotin bo'lsin, ya'ni oddiy qilib ijtimoiy turmush tarzi qaysi qo'ldan chiqadi. Xiyonatdan boshlaydigan bo'lsak, keyin sekin-astalik bilan tahlil qilishimiz mumkin. Xiyonat yozda ijtimoiy tarmoqlarda bilasiz, aktiv bo'lganligim uchun tadqiqot o'tkazdik. 360 tacha murojaat kelib chiqdi. Oila bo'yicha. Shundan 300 nechta, 308 tasi, aytaylik 308 tasi, qarang. Dahshat. 308 tasi xiyonat mavzusi bo'yicha. 308 ta 360 360 tadan 308 tasi xiyonat. Qolgani oilaviy muammo, lekin 308 tasi
xiyonat mavzusi. Shundan ham borsin 300 tasi ayollarga nisbatan qilingan xiyonat. Erkaklar tomonidan. Erkaklar tomonidan. Men aytmoqchiman, bor ayol tomonidan ham, lekin ana menga kelib tushgan murojaatlarda shu statistikani ko'rishimiz mumkin. Bu dahshatli statistika. Va bilasizmi, men aytgan bo'lardim, xiyonat bu ongli ravishda qilingan tanlov. Mhm. Sadoqatchi. Sadoqatni ham ongli ravishda qiladimi? Mana bu Sweetop. Sadoqat. Ya'ni ongli ravishda deganim shu narsani biladi, shu narsani yomonligini biladi, shu narsalar kasr borligini biladi, lekin ongli ravishda tanlayapti. Misol uchun boshqa bir ayolni tanlayapti yoki boshqa bir erkakni tanlayapti. Sadoqatchi. Sadoqat tanlov emas deyishadi. Mhm. Sadoqat bu katta majburiyat. Ko'cha tilidan tushuntiradigan bo'lsak, turib berish bo'ladi-ku. Mas'uliyat. Mas'uliyat, turib berish. Ya'ni turib berish deganda u tanlovidan turib bermayapti, u katta mas'uliyat bo'lganligi uchun shu narsani qilyapti. O'rtog'ingiz xato qilganligini bilasiz, bir ishkal bo'lib qoldi. Orqasidan borib turib berasiz. Nima uchun? O'rtoqda chunki sizga mas'uliyatingiz bor, o'rtoqlik degan. Lekin turmush o'rtoqlik degan mas'uliyat ba'zi bir jabhalarda nimadir orqasiga bekinib oladi. Bu nimadir? Xiyonat bo'lib chiqadi. Endi nimasi bilan xavfli? Oilaviy muammolarda nimasi bilan xavfli? Nimaga e'tibor qaratish kerak? Bunda ham Yevropa mamlakatlariga, aynan psixologiyasiga, tadqiqotlariga biz nazar tashlaydigan bo'lsak yoki murojaat qiladigan bo'lsak, Qadriyatiga emaslik. qadriyatiga emas, tadqiqotlariga. Juda ham yaxshi aytdingiz. Qadriyat. Qadriyat desam hozir birdaniga negativlik kelishni boshlaydi. O'zi kimsan? Yevropaniga taqlid qilish emas, qadriyati bo'yicha emas, faqat psixologik tadqiqotlardan. Ya'ni Yevropada mana shu ozgina tushuntirib berib o'tay. Ularda Yevropada psixologiya qanaqa ishlaydi? Tadqiqotlar asosida, ya'ni ular muammo qo'yadi, aytaylik, qanaqa qilib oilani baxtli qilsak bo'ladi. O'sha asosda tadqiqotlar o'tkazishadi, kuzatuv qiladi, longitude deydi. Misol uchun, longitude uzoq muddatli kuzatuv bo'lishi mumkin. Misol uchunda shu tadqiqotlar asosida maqola yozib, keyin ommaga berishadi. Mhm. Mana shu tadqiqotlariga qaraydigan bo'lsak, birinchi navbatda ular seleksiya qilib oladi. Seleksiya degani, misol uchun, ikkita yosh keldi. Turmush qurishdan oldin albatta u oilaviy psixologga uchrab test ishlaydi. Oilaviy psixolog. Turmush qurishdan oldin. Turmush qurishdan oldin. Hamma psixolog emas. Adresni aytyapman men. Oilaviy psixologga borib test ishlaydi. Aytaylik, Kettelli 16 faktorli shaxs so'rovnomasini ishladi-da. Mhm. Qiz ham ishladi, bola ham ishladi. Bu birinchi etapi. Ya'ni test nima uchun ishlanadi? Nima deb o'ylaysiz? Hayotga tayyorligini bilish uchundir balkim. Sabab juda ham to'g'ri aytdingiz. Hayotga mas'ul, endi psixologik jihatdan tayyormi, tayyor emasmi? Ertaga muammoli oiladagi muammoli vaziyatlarga duch kelganda emotsional jihatdan o'zini usha oladimi yoki yo'qmi? Ya'ni emotsional intellekti yaxshi shakllanganmi, sotsial intellekti yaxshi shakllanganmi, IQ yaxshi shakllanib ko'ryapsiz. 3 ta narsani aytdim. Emotsional intellekt, sotsial intellekt, IQ. Mana shu narsalar shaxsda yaxshi shakllangan bo'ladigan bo'lsa, oiladagi muammolar o'z-o'zidan bartaraf bo'lishini ko'rishimiz mumkin. Psixologik testdan o'tadi. U psixologik test ham rangi tanli emas. 100 talik bor, 200 talik bor. O'sha o'tirib chuqur ishlaydi. Uni mosligini ko'radi. Hali aytganimdek, undan tashqari treninglarga ular qatnashadi. Yosh oilalar uchun tashkil qilingan treninglar bo'ladi. Psixologik. U yerda psixodramaga solib ko'radi. Misol uchun, ertaga kelajakda aytaylik, turmush o'rtog'ida muammoli atela vaziyat shakllantiradida, qani shu vaziyatda sen qanaqa yo'l tutasan deb ularni ko'radi, eksperiment qilib. Har xil vaziyatga testdan tashqari. Ko'ryapsiz-a? Buning natijasida ularda demak ijtimoiy portret shakllanib boradi. Mana turmush o'rtog'im jahli tez, ertaga o'ylabroq turib gapirsam, maqsad muvofiq bo'ladi. Yoki bo'lmasam, mani turmush o'rtog'im emotsional
juda ham tez portlab ketadi yoki bo'lmasam gap ko'tara olmaydi. Menga baqirishim kerak emas degan narsa oldindan bo'ladi ularda. Oldindan prognoz qilinadi, ilmiy prognoz shunga tayyor. Esingizda man gapingizni olaman. Boya 3 yil degan narsa 3 yildan 5 yilgacha o'sha bizda amaliyotda bo'ladi. Birdaniga amaliyotga o'tib ketadi. Oldindan er bilan xotin yoki kuyov bilan kelin bir-birini tekshirmaydida. 3 yil davomida o'sha sinov o'tadi. O'sha 3 yil davomida sinovdan bir-birini tushunib oldimi, ularni hech kim ajrata olmaydi keyin. Meni tushunishim. Bu noto'g'ri-ku. Bu noto'g'ri-ku. Birdaniga siz Obama aytganda tajriba sinovchasi o'tkazyapsizda quyonchalarda. Shunga o'xshagan bo'lyapti-da. Yo'q, unaqa bo'lishi mumkin emas. Avvalambor ular mana bizda bor, misol uchun men dars berayotgan institutda men har doim talabalarga tushuntiraman va shunaqa testlar bor bizda. Qo'llasa bo'ladigan haqiqatdan tayyormi, tayyor emasmi? Endi agar biz fiziologiyaga murojaat qilsak, fiziologik jihatdan qarasak, qiz ham, bola ham 17 yoshda, 16 yoki 17 yoshda tayyor bo'ladi. Fiziologik jihat. Ya'ni jismonan. Gap bo'lishi mumkin emas, hammasi joyida. Bizda ikkita sotsial va psixologik jihatdan qachon tayyor bo'ladi degan muammo bor. Muhimi shu-da menimcha. Muhimi shu. Mayli fiziologik jihatdan muammo emas, bilasizmi, fiziologiyaga yaxshi e'tibor qaratadigan bo'lsak ketaveradi. 60 yoshda ham farzandli bo'lishi mumkin, 70 yoshda ham, hatto 80 yoshda ham farzandli bo'lishi mumkin, to'g'rimi yoki noto'g'rimi? To'g'ri. Agar muammo shunda bo'ladigan bo'lsa, tibbiy tarafdan, tibbiy tomondan, lekin muammo psixologik jihatdan. Shunda o'z-o'zidan savol qo'yiladi. Xo'p, psixologiya bunga nima deydi? Necha yoshda tayyor bo'ladi? Agar men hozir bu yoshni aytadigan bo'lsam, negativ ichida qolib ketaman. Yo'q, biz o'shani aytishga keldik. Nachora aytish kerak ekan, aytamiz deydi-ku. 16 yosh, 17 yosh fiziologik jihatdan bu qonunda ham bor. Bilasiz, 16, 17 yosh. Ba'zi bir jihatdan 16 yosh, endi u shart emas unga izoh berish. Psixologik jihatdan 30+. Ya'ni oila qurish uchun 30 yoshdan keyin psixologik jihatdan tayyor bo'ladi deyapsiz. Mayli, endi hamma ham 5 qo'l barobar emas. 25 dan yo'q. Endi qarang, bitta savol shu joyda. Biz odatda bizni mana hozirgi qadriyatlarimizdan kelib chiqadigan bo'lsak, 20 yoshdan boshlanadi yoki 18 yoshdan ham boshlaydigan joylar bor. Oila 16 ham deylik. Lekin bu narsalarga balkim o'g'il qizlarimiz, turmush qurayotganlarimiz, o'sha o'zidan katta opasi, o'zidan katta akasi, shularni misol uchun ular boring o'sha paytda bularni o'sha turmushga chiqadigan, turmush quradigan paytda ular 30 yoshga to'lib, oilaviy holati, psixologik holatlarini aytib, ular o'rgatib kelyapti deylik yoki shulardan ko'rib tayyor bo'lishi mumkinmi? Sal oldinroq. 25 yoshda deylik, 30 yosh emas yoki 23 yoshda bo'lsin, 20 yoshda bo'lsin. Bo'lishi mumkinmi shunaqa? Hamzaka 17 yoshda ham psixologik tayyor shaxslar bo'ladi. Yigitlar, qizlar bo'ladi. Lekin ular nimani asosiga? Shu hayotiy ko'nikmalar ularda yaxshi shakllangan, ota-ona tomonidan, ustozlar tomonidan berilgan saboqlar oqibatida u yaxshi shakllangan bo'ladi. Lekin hammada ham bu narsa bo'lmaydi-ku. Kimnidir hayotiga qarab biz xulosa qilishimiz ham noto'g'ri-da, oila, ayniqsa oilada. O'shaning uchun birinchi navbatda lampochka o'zida yonishi kerak birinchi. Tayyormanmi degan savol. Munosabatlar, aloqalar bo'laveradi u narsa. Hozir aynan yashab turgan paytda, aynan misol uchun kasb tanlaydigan paytda, ya'ni ishlaydigan paytda oila qo'shiladi. Bu katta mas'uliyatda. Aytib o'tgandek. Bekorga emas, chunki 30 yosh siz so'ramayapsiz, nima uchun aynan 30 yosh deyilganda 30 yoshga kelib odam ko'p holatda IQ jihatdan fikrlash, ya'ni tafakkur ishlatish boshlaydi. Emotsiyani siljib qo'yadi-da. Endi birinchi navbatda tafakkur olib chiqadi maydonga. Muammo shunda. Tafakkur shakllanadi. Tafakkur shakllanadi, qarashlar shakllanadi. Misol uchun empatiya shakllanish boshlaydi, ya'ni o'zaro hamdardlik bildirish, emotsional yaqinlik yaxshigina shakllanishi mumkin. Muammo emas, agar siz misol uchun psixologiyada shunaqa tushuncha bor.
bizga zakaz bersangiz 17-18 yoshdan biz uni tayyorlab berishimiz mumkin kurslar orqali. Lekin qovun ham, tarvuz ham paytida pishsa shirin bo'ladi aka. To'g'ri. Paytida pishsa degani o'sha o'z vaqti bor, o'tib ham ketishi kerak emas. Kuni bor. Kuni bor, o'tib ham ketishi kerak emas, oldin ham bo'lishi kerak emas bu narsa. Hamma narsani hisob-kitobi bor. Mana shunda, ya'ni birinchi navbatda yosh oilalarga tavsiya shu. Endi turmush qurib bo'lgan, hamma ish bo'lib bo'ldi, lekin muammo. Konflikt. Bilasizmi, konfliktologiya degan fan ham bor. Ko'proq shaxslararo munosabatlardagi o'sha oiladagi konfliktlarni qanaqa qilib yechish mumkin, qanaqa tuzatish mumkin degan narsaga javob beradi. Bu qayerda o'tiladimi fan? Bu bizning institutlarda o'tiladi, O'zbekiston institutlarida o'tiladi. Konfliktologiya fan bor. Biz universitetda yo'q edi-ku. Endi ko'proq psixologiya, sotsiologiya sohalarida o'tiladi. Ya, tushunarli. Yoki boshqaruvda ham chunki konflikt bor-da. Shu tomoni. Endi o'zaro janjallar nimaga olib kelishi mumkin? Yana tadqiqotlar. Endi men xafa bo'lmaysiz, men ko'proq tadqiqotlarga suyanib ish tutganligim uchun o'zimcha gapira olmayman. O'zimcha gapirsam bu qanaqadir o'xshamaydi. O'shaning uchun tadqiqotlarga biz suyanadigan bo'lsak, doimo konflikt, nizo, oiladagi nizolar, siz tibbiyot sohasini yaxshi bilasiz. Yurak qon tomir kasalliklari, xususan infarkt va insult kasalliklarini 20% gacha oshiradi xavf. Bunga qanaqa qaraysiz? Albatta, bu bo'lishi mumkin bo'lgan emas. Bu eng ko'p o'lim bo'layotgan yo'nalish siz aytgan. Nima uchun? Sababi stress degan bir balo bor. Tasavvur qiling, mashinangiz bor, pulingiz bor, hammasi to'kisda, lekin miyada chalkashlik bor-da. Nima uchun? Xotiningiz bilan munosabatlaringiz yaxshi emas. Bu sizga tinchlik bermaydi-da. Va natijada ko'p stressda yuraverish, bu stress qanaqa ishlaydi? Men ilmiy jihatdan ham tushuntirib o'tishim kerak. Bizda amigdala qism bor bosh miyada ikkita. Amigdala qismida shu bodomsimon narsa shu signal berishni boshlaydi. Stressga tushgan odam ne deydi? Qoch yoki jang qil deydi. Qoch yoki kurash stress bilan deydi. Agar stress biz kurashmasak, stressdan qochmasak, aka, insonda uyqusizlik birinchi navbatda signallar. Uyqusizlik. Nimadandir o'zini past baholash, misol uchun atrofdagilarga nisbatan nimadir unga yetishmayotgandek bo'ladi. Nimadandir ortda qolayotgandek bo'ladi. Shaxslararo munosabat yaxshi bo'lmaydi. Hammasi to'kis bo'lishi mumkin, lekin ruhiy salomatligida muammo bo'ladi. Nimani oqibatida? Stress oqibatida. Chunki stressda ko'p bosh miya bilan bog'liq bo'lganligi uchun u kortizol gormonini ko'paytirib yuboradi. Natijada dopamin tushib ketadi. Kortizol bu stress gormonida, stress qarshi ishlaydigan gormon. Va buni oqibatida bu kortizol ko'payib boraversa, ayollarda semirish bo'lib ketadi. Ginekologik yoki ginekologiya nuqtai nazardan har xil rak, o'simtalar bor-ku, hammasi shundan kelib chiqadi. To'g'ri, savolingizga bitta qo'shimcha qilib yuboray. Savol sifatida o'sha narsa, ya'ni oiladagi stress baribir erkakka ham ayolga ham bir xil ta'sir qiladi deb o'ylayman. Hozir bo'ldi muammo kelib chiqdi, xiyonat bo'lsin yoki uydagi muammo bo'lsin, erkakka ham ayolga ham bir xil ta'sir qiladi. Lekin urovень bir xil bo'lgani bilan ularni o'sha ta'sir doirasi bor. Ya'ni ayollar ko'proq uyda bo'lgani uchun balkim ularda ko'proq muddat ta'sir qilib turadi. Erkaklar ko'chaga chiqadi va o'zini o'sha stressini tarqatish maqsadida yoki bo'lmasa umuman chalg'iydi va shu bilan erkaklarga kasal unchalik ta'sir qilmasligi mumkin. Agar ta'sir qiladigan bo'lsa, aytaylik, ayollarga eng ko'p udari qanday bo'ladi? Erkaklarga eng ko'p udari. Ya'ni qayeriga ta'sir qiladi eng asosiy? Erkaklarda agar hozir qaraydigan bo'lsangiz, statistikani ham 30+ yurak qon tomir kasalliklari kuchaydi. Infarkt. Ko'p mana tanishlarimizda bor, misol uchun eshitib qolamiz.
Nima bo'pti u? 25 ga kiruvdi. Nima bo'pti? Infarkt bo'lib qolibdi. Nima bo'pti? Insult bo'lib qolibdi. Ayollarda nima bo'pti? Bo'ksa suyak yemirilish boshlabdi. Nima bo'pti? Bachadon rak bo'pti. Miyomi. O'zlari bo'lmaydi aka. Hammasi. Tasavvur qiling, u stress degani shu darajada jiddiy muammoki, bu bilan faqat psixolog shug'ullanmaydi. Psixolog, psixoterapevt, mediklar shug'ullanadi. Shu darajada jiddiy bo'lganligi uchun hattoki rak kasalliklariga ham olib kelishini ko'rishimiz mumkin-da. Chunki gormonlarni o'ynatib tashlaydi bu. Oddiygina endokrinologiya institutiga ishim tushib bordi. O'sha chunki har 6 oyda o'zim tekshirib turaman-da. Borsam 80% ayollar aka. 80% ayollar. Bu degani bilamizki, o'sha oilada muammolar bo'ladi. Misol uchun falsafan ko'proq oilada muammolar. Mana shuni oqibatida u birdaniga, siz aytgandek, birdaniga sezilmaydi. Yillar mobaynida shakllanib, yig'ilib kelib bitta portlaydi. Shundan keyin tuzatib bo'lmas kasalliklar vujudga kelish boshlaydi. Shunisi bilan xavfli. Buni oldini olish uchun birinchi seleksiyaga o'tamiz. Ya'ni to'g'ri munosabat qurish. Qanday to'g'ri munosabat qurish kerak? Konflikt holatga tushganda o'zini qanday tutish kerak degan savollar bo'ladi. Mas'uliyat birinchi kimda, kechirasiz? Oilani ushlab qolish masalasida kim? Endi siz menga agar psixologiya nuqtai nazaridan qarasangiz, men kimda emas, kimlarda degan bo'lardim. Ikkala shaxsda ham. Lekin bilib turaman, siz boshqa gap aytasiz. Men aytib berish. Men o'ylayman, bu shaxsiy fikrim va o'zimni kechirmalarim oilaviy bir nechta oilalardan kelib chiqib aytishim mumkin. Oilani tarqalishi, parokanda bo'lishiga eng katta mas'ul bo'lgan odam bu erkak kishi deb bilaman. Chunki erkak kishi bu rol o'ynay olmas ekan, erkak kishi oilasini saqlashga harakat qila olmas ekan, bu oila butun bo'la olmaydi. Yana bitta tushuncha. Ayol kishini nomini ikki xil atash mumkin deb bilaman o'zimcha. Birinchisi ayol, ikkinchisi u ojiza u. To'g'ri. Ojiza. Erkakda ikki xil nom bo'lishi mumkin emas. Ikkinchi nom ham erkakda. Ikkinchi nomi ham erkak. Ya'ni erkak kishi faqat erkak bo'ladi. Boshqa yo'l yo'q buni. Ya'ni oilada psixologik va ijtimoiy va hokazo sotsial muammolarni hammasini hal qilishda erkak kishi mas'ul deb bilaman. Endi janjal kelib chiqdi, bo'ldi, bo'lar ish bo'ldi. Vaziyatni yumshatish kerak. Menimcha erkak kishi bu yerda jonbozlik ko'rsatish shart. Ayollar emotsional holatga kelgan paytda nima desa uradi, nima qilsa qilaveradi. Ikkita qadam u yoqqa bu yoqqa, u chunki bilmay qoladi. U o'zini boshqara olmay qolishi mumkin. Lekin erkak o'sha joyda qo'lga olish kerak. Oilasini saqlash uchun jon jahdi bilan harakat qilish kerak deb o'ylayman. Boshqa hech qanaqa yo'li yo'q. Agar oila kerak bo'lsa ularga. Lekin o'rtada farzand bor. Bo'lmasin ham deylik, farzand hali yosh deylik bularni. Xo'p, nimaga turmush qurdi? Nimaga mas'uliyatni bo'yniga oldi? Nimaga Allohning oldida shu narsani men shuni o'zimga rafiqa sifatida qabul qildim. Juft halol. Juft halol sifatida deb nimaga nikoh o'qitdi? Bu nikoh degan narsa oddiy narsa emas-ku. Men tushunishim bo'yicha juda katta mas'uliyat beradigan narsa. Oldingmi mas'uliyatni bo'yniga, turib ber oxirgacha. Oyoqda bitta oyoqda tursa ham turib berish kerak deb o'ylayman. Oilani saqlash uchun eng katta mas'ul erkak kishi. Ayol ojiza va ayol, erkak faqat erkak. Bo'ldi, boshqa yo'l yo'q. Sadoqat. Sadoqat. Aytganimizdek. Boyaga aytganimiz sadoqat. Va kelib chiqqan muammolarni bartaraf qilish baribir erkak kishining zimmasida. Endi psixologik taraf. Psixologik tarafi baribir menimcha gapimni qolaman ikki tomon. Chunki ishdan kelganda ayol kishi misol tariqasida terga urmasdan, nechida kelasiz, nima bo'ladi deyurmasdan, ishonch bildirib, yaxshi gaplar bilan kutib olsa, biz gaplashgandik bu bo'yicha.
nima qilish kerak edi? Ayting shu tomonni, nima uchun aytmayapsiz? Faqat erkak yo'q, man endi bu tarafini man bu Mhm. narsani tushundim man, to'g'ri. Erkaklarimiz aytishi mumkin. Albatta bu ayollarni bu man muammoli vaziyatdan kelib Mhm. chiqqan holda Mhm. aytdim. Ya'ni muammo bo'ldi, bu bo'ldi. Mhm. Qaysi tomoni. Lekin uni yumshatish, saqlab qolish erkak kishini zimmasida Mhm. turibman. Lekin doimiy ravishda, doimiy ravishda o'sha sizga aytgan ухаживать qilish bu Mhm. oilada misol uchun erkak kishini bitta narsani endi gapirsak gap ko'p, lekin eng katta masala ayol kishi erkagini успокоиться, ya'ni xotirjam qilish Xuddi qobiliyati shunaqa. bo'lishi kerak. Asosiy funksional vazifasi ham xuddi shunda-da. Ya'ni xotirjam qilish. Erkak kishi uyga kelib ovchi. Ovdan qaytib kelganida u uyda taskin bo'ladi-yu odamning ko'ngli, xotirjamlik topishi kerak-da. Aksincha ba'zi bir holatlarda manga bir do'stlarimiz yozadi. "Aka" deydi, "Oilamni o'tinch nimaga?" desam, "Borgim kelmaydi uyga" dedi. Nima uchun borging kelmaydi? Boshim bilan tergov boshlanadi. Boshim bilan qo'shnini uyi gapiriladi, mashinasi gapiriladi. Misol uchun u yoqqa boribdi, bu yoqqa boribdi, solishtirish. Eng katta xato bir insonni ikkinchi insonga solishtirish. Eng katta xato. Bu narsani albatta agar ayollarimiz inobatga olib qo'yishsa, judayam maqsadgoh bo'lar edi. Mana shu tomoni borda. Aytganingizdek emotsiyaga ko'p beriladi. Aytadi, Hojiboy akani ayoli bu joyda yuribdi, bu joyda yuribdi yoki bo'lmasam boshida ta'kidlab aytib o'tdingizki, erkak kishi uydan chiqib ketadi, ish qiladi, misol uchun oilani boqish kerak, ish bilan chalg'iydi. Endi ayollarimizda hammasida ham emas, ba'zi bir jabhalarda o'sha ijtimoiy tarmoqlarga bog'lab qoladida. Ijtimoiy tarmoqlarda bilasiz, 80% noto'g'ri narsani, noto'g'ri informatsiyani beradi. Bo'lib ham Instagramda yaxshi boylikka mukkasidan ketgan shaxslarni hayotini ko'rsatadi, chiroyli hayotini ko'rsatadi, boshqa yolg'on narsalar ko'rsatadi. Shuni natijasida erini solishtirishi bor. U juda hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p aytilayotgan gaplardan biri. O'sha yaqinda Ulug'bek Rahmatullayevmi shu nimasiga shekilli aytdiki, ayollar ko'pincha ijtimoiy tarmoqlarda o'tirishadi va o'zini tanishi bo'lsin yoki o'zi tengi ayollar yoki umuman olganda eng mashhurlikda cho'qqiga chiqayotgan ayollarni juda ko'pchilik zibu ziynatiga moshina olayotgani yoki bo'lmasam juda ko'p yaxshi lakshiry hayotini ko'rib turgan holda fikr yuritadi degan. Endi hamma ham emas, albatta bu yerda aytilayotgan gaplar na kimnidir oilasi, na kimgadir bag'ishlanmayapti, undan kelib chiqmayapti. Bu umumiy masala bo'lyapti va shunaqa holat kuzatilgandan keyin ayollar shunga ko'proq e'tibor beradi. Endi bu holatda ham baribir ayollarni o'sha u narsaga ishonmaslik, ya'ni lakshiry ko'rsatgani bilan o'zi asli unaqa emas. Oilaviy baxt bu tinchlikda, osoyishtalikda va universalniy qilib misol uchun aytadigan bo'lsak, mana bu ering mana bunaqa yo'l tutgan paytda kimnidir gapiga quloq solishi mumkin ayollarimizda, например. O'zini opasi, singlisi yoki qarindoshlari, aytaylik oilasiga. Mana shunaqa ering mana shunaqa yo'l tutgan paytda sen mana shunaqa yo'l tutgin degan fikr bo'lishi mumkin. Yo'q, bu yerda menimcha ayol individual o'zini fikri bo'lishi kerak. Ya'ni erini xususiyatini, xarakterini, temperamentini va hokazo necha yildan beri o'zi faqat tushunadi. Unga usul qo'llash noto'g'ri bo'lib qolishi mumkin. O'shaning uchun psixologik tomondan bir-birini tushuna olish bu oilaviy yechimning eng katta masalasi. Mana xulosa tushunish. O'zaro tushunish sababi bu oilada bilasizki baribir moliyaviy jihatdan, ma'naviy jihatdan, misol uchun moddiy jihatdan yetishmovchilik bo'ladida. Bu nima degani? Bu bir-birini o'sha yetishmovchilikka er-xotin nima qilib borish kerak? To'ldirib borish kerak. Buni asosida ideal oila deb atalmish bir statusga ega bo'lishi mumkin-da shuni oqibatda. Buni negizi fundamenti o'zaro tushunish, o'zaro hurmat. Keyinchalik boshlanadi. Keyinchalik u boshqa jarayonlarni o'ylab ko'rsak bo'ladi. Misol uchun
aytaman 100% ideal oila bo'lmasligi mumkin, lekin 100% o'zaro tushunish orqali 100% o'zaro tushunish orqali ideal oilaga shakllantirish mumkinda. Oila. Endi Shu boshida holatlari bor. boshida aytib o'tdingiz, tadqiqotlar olib boramiz. O'sha murojaatlar 360 ta. Qanday natijalar bo'lyapti? O'zingizni ish faoliyatingizdan kelib chiqib savol beradigan bo'lsak, ayollar alohida, erkaklar alohida murojaat qilishi mumkin. Kechiramiz, bizni kechirasiz, mana baribir uydagi yoki psixologik holatda menga to'g'risi juda ko'p murojaat bo'ladi. Murojaatlardan biri aytaylik, erkaklarda bo'lsin, ayollarda bo'lsin, kasalman deb his qilish odamlar. Bu nevroz kasalliklari bor. Birinchidan, bu oilaviy nimaga ta'sir qilyapti hozirgi kunda? Ikkinchisi, vahima paydo bo'ladi. Yaqinda bitta Toshkent viloyatidan murojaat kelib tushdi menga. Aytyaptiki, men ishimni yo'qotib qo'yish degan vahima bor. Bu ham oilaga ta'sir qilyapti. Ishimni yo'qotib qo'yish degan vahima bor nimagadir, lekin ishlab turibdi, hammasi joyida, lekin ishimni yo'qotib qo'ysam, men hozirgi kelib turayotgan daromadimdan quruq qolib ketishim mumkin va ishimni yo'qotib qo'ygan holda bir muammoga duch kelib qolishim mumkin. Va o'zidan o'zi stressga tushib, oilaviy tinchlikni buzish holatlarigacha olib kelayotgan bo'layotgan ekan. O'shani qanday yo'l tutish mumkinki, bu psixologik holatda o'zini qo'lga olish. Men tushuntirishga harakat qildim telefonda, lekin bu narsalar har doim psixologik holatga, stressga tushgan odamlarni oddiy bir inson ikki og'iz gapda tushuntirib uning masalasini hal qila olmaydi. Bu yerda psixologik tadqiqotlardan kelib chiqqan metodika 1 haftalik, 10 kunlik bo'lishi mumkin, 2 haftalik, 1 oylik yoki 6 oylik bo'lishi mumkin, men bilmayman. Ko'p chet ellik kinolarda ko'ramiz-ku, ruhshunos qidirib qolishadi. Bu ruhshunos, bu psixolog, ya'ni sizni muammongizdan kelib chiqib, bir qaysi metodga tushadi o'sha sizni muammongizning yechimi. O'zida o'sha narsani, metodikani qo'llab sizni muammodan chiqarib olishi mumkin. Bu psixologlarning ishi. O'shaning uchun sizdagi muammo siz o'zingiz xohlab bo'lgan narsa emas, miyangizga o'zidan o'zi kelib qolayotgan muammo bo'lishi mumkin. Kim ishxonadan stress bo'layotganlar, yaqinda bitta ayol yozyapti, meni muammoim ishxonamdagi direktorim bo'shab ketsa, yechilsa kerak deydi-da. Bu hammasi ishxonadagi, ko'chadagi va hokazo, hammasi jamiyatimizni bizni o'rab turgan muhitdan kelib chiqayotgan muammolar. Bu o'sha muammo qanday hal qilish mumkin? Yoki mana o'sha 3-mavzuga o'tsak bo'ladi, jamiyat psixologiyasi. Jamiyat psixologiyasida men to'g'risini aytaman, savol berishdan oldin o'sha narsani bir voqelikni ko'p kuzataman, tadbirlarda, jamoat tadbirlari bo'lsin yoki qanaqadir bir nimagadir mo'ljallangan uyushmalarda odamlar ko'ngli yorishib, bir-biriga oyoq kiyimigacha to'g'irlab berish holatlarini kuzataman-da. Xursand bo'laman. Bu haqiqiy musulmonlar diniy tarafdan qaraydigan bo'lsak va o'zimizni qadriyatimizdan kelib chiqqan holda juda yaxshi munosabatlar bular. Odamlarning bir-biriga bo'lgan munosabatlari. Oyoq kiyimini to'g'irlab berish, gilamgacha yoki chiqadigan joygacha olib borib qo'yish holatlari. Yoki ba'zi tushungan o'ta psixologik jihatdan to'yingan odamlarni eshitganman. Ishxonasini rahbari bo'lib turib yoki maktab rahbari bo'lib turib, o'zini o'sha ishxonadagi hojatxonani o'zi tozalash masalalarini ko'p eshitganman. Bu kibrni sindiradi. Bu kibrni sindiruvchi narsa. Xo'p, bu ham psixologiyaga ta'sir qilayotgan narsa. Endi lekin tadbirlar tugadi. Odamlar bir-biriga yaxshilik qilib turibdi, jamoat bo'lgan paytda, lekin ko'chaga chiqdi, mashinaga o'tirdi yoki taksiga o'tirdi. Nimaga jamiyatda hozirgi kunda ko'payib ketayotgan narsa? Mashinada ketyapmizda, kimdir xatosini biza shu idiot yoki bir narsa so'kinib ketyapmiz. Bu qanaqa so'kinish mumkin? Xo'p, xuddiki biza o'zimiz xato qilmaymiz. Bu narsa odamlarni o'sha psixologiyasi o'zgarib ketayotganidan dalolatmi yoki stressda har doim yurganidan dalolatmi? Yoki bo'lmasa urushib ketib qolishadi. Yonidagi ketayotgan odam sal
psixologiyasi joyida bo'lsa, to'xtanglar birodarlar, musulmonsan, qo'y urushma. Aka-uka bo'lib chiqasan ertaga yoki bo'lmasa umuman olganda yaxshi qo'y birodarchilikda qo'yga o'sha narsani deb aytish mumkin. Lekin juda ko'p guvoh bo'lyapmiz hozirgi kunda ko'cha-kuyda. O'zbeklar, kerak bo'lsa chet ellarda ham o'zbeklarni bir-biri bilan mushtlashishini ko'rib turibmiz. Bo'lib turibdi-yu bu narsalar. Ijtimoiy tarmoqlarda hozir ko'rsatib beradi hamma narsani. Oldin yo'q edi bu narsalar. Bilmasdik, ko'pchilik bilmasdik qayerda nima bo'layotganini. Lekin hozirgi holatda nimaga stressdanmi bu yoki psixologik jihatdan o'zgarib ketyaptimi odamlar? Shu narsani ozgina tushuntirib bersangiz iltimos. Bundan oldin shu oilaga qaytamiz, chunki oiladan boshladingiz savolni. Yechimi bormi? O'sha aytaylik, xiyonatning yechimi bormi? Albatta biz xiyonatni avvalgidek holatga kamdan-kam kelishi mumkin, lekin xiyonat bo'lganda meditsinada qanaqa, psixologiya ham shunaqada, qaysidir kasallikka immunitet hosil qilish orqali yengish mumkin. Psixologiya ham xuddi shunaqa. U aytib o'tganingizdek vahima bo'ladimi, fobiya bo'ladimi, misol uchun, yoki bo'lmasa xiyonat bo'ladimi, mana shu oilaviy mojaro bo'ladimi, shularga biz o'zimizdagi dasturlar orqali, ilmiy isbotlangan faktlar orqali biz immunitet hosil qilib beramiz. Qanaqa, ozgina tushuntirib beraman. Endi to'liq bu narsani ayta olmayman. Qanaqa dastur nima? Chunki o'zini siri bor. Yechim qanaqa bo'ladi? Oddiy qilib aytganda, o'sha aytaylik, xiyonatga uchragan shaxs bilan shug'ullanyapmiz. 1 oylik muddat qilib olamiz. 1 oylik muddatda psixologiya deganda umumiy tushunadi ko'pchilik. Buni ichida profilaktika bor, buni ichida diagnostika bor, misol uchun buni ichida konsultatsiya bor, buni ichida korreksiya qilish bor. Oxirisi korreksiya, ya'ni muammoni to'g'irlash. Korreksiya so'zdan olinganda korreksiya mana shu 4 ta bosqichda biz ishlaymiz. Kechirasiz, diagnostika qancha vaqt oladi? Diagnostika bizda avtomatlashtirilgan, kompyuterlashtirilgan, ya'ni konsultatsiyaga, psixologik konsultatsiyaga kirishdan oldin biz u shaxsni o'zimizdagi integratsion metodlar orqali, testlar orqali diagnostika qilib olib, shunga qarab keyin biz unga dastur tuzamiz. Shunga qarab keyin biz korreksiya qilishni boshlaymiz. O'z-o'zidan ko'rona hamma ayb erda, hamma ayb xotinda deya olmaymiz. Hamma ayb yoki 3-shaxsda deya olmaymiz. Bu gapni aytishimiz uchun biz kichkina tadqiqot o'tkazamiz bularda. Albatta shaxs bilan kelishib kelgan holatda va unda kafolatlanadi aynan immunitet, umuman olganda muammoga immunitet hosil qilish orqali. Bu 1 oy shaxsiy xususiyatlardan kelib chiqadi-da. Uni temperament, xarakterdan kelib chiqadi. 1 oy, misol uchun 2 oy, 3 oy, 4 oy, 5 oy, 6 oygacha bo'lishi mumkin. Bizni jamiyatimizda afsuski, bizni insonlar muammo tezroq hal bo'lishini xohlaydi-da. Integratsiya qilganimizda 6 oygacha bo'lishi mumkin. Integratsiya qilinganicha 1 oydan buzoqcha 6 oygacha. Endi hozir siz ajablanyapsiz, nahotki shu narsa bo'lishi mumkin. Nimaga? Biz psixologiya ham meditsinaga o'xshaydi. Bitta kasallik bilan, siz jiddiy kasallik bilan qancha vaqt dieta qilishingiz kerak? Rostini ayting. To'g'risi, agar o'shani solishtiradigan bo'lsak, bizni mana to'g'risini aytaman, bemor menga murojaat qiladigan bo'lsa, bemorni men o'zini o'sha spetsialisti, ya'ni doktoriga olib borgan paytimda men kiraman ichkariga va eshitaman. Savol-javobni eshitaman. Savol-javobda o'sha qanday doktor savol beryapti? Даже o'sha aynan obyektga nisbatan emas, atroflicha savollar beriladi-da. Keyin o'sha diagnostika qo'yish jarayonida hamma savollar ko'rsatiladi. Men o'sha savollarni nimaga shunaqa savollar beryapti deb analitika qilaman. Endi bu hali keyingi mavzularga taalluqli bo'lgan joyi ham bor. Ya'ni shu narsani yaqinda o'rgandimki, revmatizm bilan ancha yillar og'rib yurgan bemorlarda o'z-o'zidan yig'lash hissi paydo bo'lishi. Shunaqa. O'z-o'zidan yig'lash hissi. Buni endi keyingi savolimiz albatta. Lekin boyagi savolingizdan kelib chiqadigan bo'lsak, bemor o'zidan o'zi bemor bo'lib qolmagan. 10 yillar davomida qanaqadir vredniy narsalar iste'mol qilishi yoki qanaqadir vredniy yomon illatlardan kelib chiqqan holda nimadir qilayotgan bo'lsa, o'sha ya'ni kasallik bir kunda paydo bo'lib qolmadiki, siz bir kunda tuzalmaysiz.
kasallik 3-5 yilda misol uchun paydo bo'lgan bo'lsa, 5 yil davomida uni qilayotgan ishlardan kelib chiqib paydo bo'lgan bo'lsa, demak davolashga kamida 3 yil kerak bo'lishi mumkin yoki 5 yil kerak bo'lishi mumkin. Ya'ni ayniqsa psixologiya men ham o'ylaymanki shu birdan davolash qiyin bo'lsa kerak, chunki u asosiy miyada berib turgan signallarni davolashga o'xshagan bir holat bo'lsa kerak deb o'ylayman o'zim. Xuddi shunaqa, man aytmoqchi bo'lganim, ya'ni savolingizga javob bu yaxshi muddat qo'yilgan. Ya'ni bu bizni jamiyatga integratsiya qilingan. Shu bizni odamlarimiz tezroq muammoni hal bo'lishini inobatga olib. Sababi tadqiqot o'tkazilganda 2001-yilda ham, 2000-yilda psixoterapevtlardan, psixiatrlardan so'rashgan. 1 yil mobaynida nechta bemorni tuzatgansiz? Taxminingizcha nechta deb aytishadi. 1 yil mobaynida o'ylab ko'ring. Amerikada psixologiya rivojlangan davlatda. Aytaylik 1 yil mobaynida. Nechta kasallik kelib chiqdi? Mayli nechta bo'lsa, taxminan 10% deyishimiz mumkin. Aytaylik, psixologiyani davolash sal qiyinroq bo'ladigan bo'lsa 10% bo'lishi mumkin. ham bo'lsa bir 5 ta 6 ta deyish mumkin, to'g'rimi? Bitta ham kasalga yordam bera olmadim, to'liq deydi. Xo'p, psixologlar nima keragi bor degan savol bo'lib qolmaydimi keyin? Ya'ni aytmoqchi bo'lganim bu endi majoziy ma'noda aytilyapti-da. Majoziy ma'noda muammo bo'lib ham psixologik muammo bu oddiy muammo emasdi. Bu kimnidir boy qilish, kim uchundir topib beradigan muammo emasdi. Bu yerda mana buni tuzatish kerak bo'lgan jarayon turibdi. Ya'ni vaqt kerak bo'ladi. Vaqt kerak bo'ladi. Oddiy qilib aytadigan bo'lsam, vaqt kerak bo'ladi va to'g'ri qo'llanilgan strategiya orqali fobiya bo'ladimi, vahima bo'ladimi, kelishmovchilik bo'ladimi, stress bo'ladimi, kognitiv funksiyalarning buzilishi bo'ladimi, qanday muammo bo'lishidan qat'iy nazar uni yechimi bor. Uni yechimini biz qilib bera olamiz va qilib kelyapmiz. Foiz nechi foiz? Misol uchun aytaylik 300 ta odam, 360 ta odam murojaat qildi. Shularning nechi foizi? Yo'q, bu murojaatda biz o'zimiz yozib bergan tavsiyalarni berganmiz va uni ham tavsiya qanaqa bo'lgan? O'sha bir haftalik mobaynida kuzatib turdik biz ijtimoiy tarmoqlarda qanaqa bo'lyapti. Men qo'rqmasdan aytaman, 80% yordam beradi. 80% da birinchi kunni o'zida u his qiladi, muammo yengillashayotgan. Shaxs birinchi kunni o'zida. Chunki shunaqa tuzilgan dastur, bu yerda o'sha eshitayotgan musiqasi, o'qiyotgan narsasi, ko'rayotgan podkastgacha tahlab chiqilgan. Shunaqa oddiy, men ochdim bitta sirani. U hayotda har kunlik faoliyatdan kelib chiqib ish qilinadi. Bitta qanaqadir dori orqali biz davolay olmaymiz, chunki haqqimiz yo'q. O'sha etap-etap ijtimoiy voqealar orqali, misol uchun ijtimoiy jarayonlar orqali va ba'zi psixologik hodisalar orqali biz muammodan chiqarib olib to'g'ri yechim beramiz. Shunda ham 20% biz ishlaymiz, 80% mijozsiz o'zi ishlaydi. O'zini harakatga tushirasizlar demak. Albatta, o'zini. Ya'ni boshda lampochka olish kerak va o'zi tushunishi kerak. Insight deymiz biz narsani nimadir topshiriq berganda, demak, psixolog bu topshiriq orqali menga bu narsani aytmoqchi degan narsani olish kerak. Demak, jamiyat psixologiyasi bo'yicha. Jamiyat psixologiyasi bu olib qarasak omma psixologiyasida. Omma psixologiyasi bu yerda stereotiplarga qarash kerak. Chunki har xil marosimlar bo'lishi mumkin, diniy rituallar bo'lishi mumkin. O'zi aytib o'tganingizdek, misol uchun ba'zi marosimlarda, ba'zi tadbirlarda inson mehribon bo'lib qoladi, bir-biriga yordam beradi. Misol uchun oshga olib boradigan bo'lsak, osh tarqatadi, qoshiqni artib beradi, choy suzib beradi, to'g'ri oldiga nonlar qo'yadi. Tashqariga chiqdi, mashinadan olmaysanmi, eshik, odam masdan sanab ona qilganmada marosating yesan, mana shapkingiz deb ketadi. Misol. Bu nimada? Bu albatta hozirgi paytda dunyo aholisini foizga oladigan bo'lsa 72% stressda.
Dunyo aholisi bo'yicha. Dunyo aholisi 72% bu dahshatli ko'rsatkich bu. Stress, ya'ni mana bu tadbirlardan chiqqandan keyin inson alohida individ bo'ladida, endi uni maqsadi tadbirlarda aytaylik, oshib bo'linib o'tirib, oshib qorin to'ydirish bo'ladigan bo'lsa, tashqariga chiqqandan keyin hammani maqsadi o'zgaradi. Maqsadlar o'zgarishi boshlaydi, stress boshlanadi. Kimdir misol uchun 2 kundan beri uxlamasdan ishlaydi. Tabiiy holat bo'lib Tabiiy holat bo'lib qoladi. Endi buni ham oldini olish mumkin. Buni aytganimdek, treninglar bor. Aynan shu jamoaviy treninglar bor. Psixodrama, bu yerda ham biz psixodramani qo'llaymiz. Ya'ni ataylar o'shani vaziyatga tushiramiz, emotsiyasini bosish uchun. Biz agar Rumiyga murojaat qiladigan bo'lsak, bilasizmi, Rumiy nafs tarbiyasi bo'yicha ko'p ishlar qilgan. Shug'ullangan inson. Rumiy Jaloliddin Rumiy hazratlar. Rumiy hazratlariga biz tushunadigan bo'lsak, bu yerda man jarayonni eshitganman-da. Ya'ni nafsni sindirish uchun savatga tosh olmoqchi chiqqanda ko'chaga bolalarga o'sha tosh bergan ekanlar. Agar kim mana shu tosh bilan qattiqroq bo'lsa, menga olmayman. kimga o'zi? Mana bo'lsa shu tosh bilan. Nima uchun bu ayol? Mana bo'ldi. Qattiqroq ursa olma. Qattiqroq o'shani menga otsa, men unga olmayman. Bu degani bu tomonlar markaziy qaragan bo'lsa, nafsi bo'lsin bo'ladi. Nafs uchun o'sha ish qilish kerak. Nafs uchun, ya'ni nafsini butunlay o'ldirib yuborish kerak emas. Endi bu albatta nafs tarbiyasi haqida gap ketyapti sizga. Oddiy tushuntiradigan bo'lsa, ichimizda maraz insoncha bor. Psixologiya nuqtai nazaridan psixoanaliz id, ego, super ego degan tushuncha bor insonda. Id bu yomon, jamiki yomon negativ energiya insonga. Qanaqa ishlaydi? Id, misol uchun, men hozir cho'ntagimda shikolat bor. Shikolatni olib oldingizda yemoqchi bo'laman. Id agar o'ziga shikolatni yaxshi ko'rasan deydi. Super ego aytadi, bilasan, hamza ham yaxshi ko'radi shikolatga yaqinga. Shunda men ikkilanib qolaman. Ego borda, ikkilanib qolaman. Bizga kelsanmi, o'zim yesamki, jamiyatga chiqadi, shunaqa bo'ladi. Ya'ni ichidagi marazchani itni tarbiyalamas ekan, shunaqa signal chalish bir-biriga, so'kish bir-birini, haqorat qilish bo'ladi. Bu hammasi o'sha ichidagi itni tarbiyalash. Super ego jamiyatda o'rnatilgan qonun qoidalar. Demak, bu super egoni pastligidan. Ya'ni muvozanat, men aytmayman 100%, misol uchun itni yo'q qilish kerak, o'ldirib yuborish kerak demayman. Uni jilovlash mumkin. Jilovlash. Nimaga jilovlash mumkin? Jilovlash mumkin. Endi aynan tasavvuf nuqtai nazaridan zo'r tushuncha beriladi-da, shu tasavvufda bizni idimiz, ya'ni nafsimiz otga o'xshaydi. Ot tasavvur qiling. Biz chavandoz. Maqsad aytaylik, Samarqandga o'sha payt otda Samarqandga borish kerak. Bu yo'lda chavandoz biladimi, ot biladimi? Chavandoz biladi. Endi maqsad o'sha Samarqandga borish bo'ladigan bo'lsa, chavandozdan legan bo'lsa, otga hukmini o'tkaza olmasa, jarang nima bo'ladi? Samarqandga yetib boradimi? Yo'lni bilmasa. Yo'lni bilmasa, ot xohlagan joyga olib ketadi. Muammoya bo'ldi shunaqa. Endi bu biz aytib o'tsak, she'rda aytib o'tdik Hamzaga. Bu nafs tarbiyasi haqida ham keyingi podkastlarda juda ham zo'r faktlar bor, zo'r tadqiqotlar, aynan O'zbekiston olimlari tomonidan, aynan O'zbekiston psixologlar o'zimiz ustozlar qilgan aytib o'tdikda, to'g'ri. Keyingi podkastlarda ko'rsating, juda zo'r bo'ladi bu narsa. Aynan nafs tarbiyasi nima uchun insonlar bir-birini misol uchun hurmat qilmashi, tashqarida agressiv xulq shakllanishi, bu nafs bilan ham bog'liq. Albatta uni keyinchalik gaplashamiz. Aytmoqchi bo'lganim, shu ichingizdagi qo'pol qilib aytsam, marazchani davolamas ekansiz. O'zingizda muammo keladi. Endi Favodin aka, tushunamiz. Mana hozirgi kunda yaxshi psixologlar kam deb bilaman.
bo'lsa ham ko'pchiligiga yaqinlashish uchun to'g'risini aytish kerak. Jamiyatda hozir nima turasiz? Psixologlarning xizmati. Tushunaman, odamni ichki dunyosi bilan harakat qiladi. O'zini shu rolga solishiga to'g'ri keladi. Mas'uliyati, ishi qiyin psixologlar. Xo'p, jamiyatni psixologiyasi. Hech kim mana ko'chadagi odamlar oddiy taksist oladigan bo'lsak, daromadi kam bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Ular ham odam-ku, ularni o'sha psixologik holatini yaxshilashga qaratilyapti. Qanaqadir ommaviy bepul treningni qilish mumkinmi yo'qmi? Qisqa muddatli aytaylik, hech bo'lmasa shu bir hafta yoki 2-3 kurslik qilib turib, o'shalarni hech bo'lmaganda o'zi aslida kasallik ekanligini ko'rsatib berish kerakda uni. Jiddiy e'tibor berish kerakligini ko'rsatib berish kerak. Mana yaqinda men mizofoniya bo'yicha post chiqardim. Ya'ni mizofoniya deganda qo'shimcha aytib o'tib ketay. O'sha yoningizdagi hatto farzandlaringizni ham og'zini ovqat yeyotgan paytda chaqillatishi va hokazo. Keraksiz yoki o'ziga yoqmaydigan yoki umuman olganda mayda narsalarga juda ko'p e'tibor berib borishi bu mizofoniya. O'sha narsani mizofoniya aytiladi, kasallik bu degandan keyin ko'pchilik menga yozadi. Hatto buni men kasallik ekanligini bilmas ekanman. Buni davolash yo'llari bormi degan savol bor. Shunaqa turdagi ana ko'cha-ko'ydagi bir-biriga asabiylashib urushib ketishi. Mizofoniya, fobiyalar juda ko'p. Milliondan oshib ketdi. Milliardga yaqinlashdi rasmotim o'sha именно fobiya bo'yicha. O'sha fobiyaga o'xshagan narsalarni bir qisqa muddat juda bo'lmagan odamlarga sal yordam berishni qilish mumkinmi bizga ko'rsatish? Mumkin. Bu bizni ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilamiz. Bu narsani aynan Telegramda kanalimizda, sizning kanalingizda olib boramiz. Bundan tashqari offline bizlarning reja qilyapmiz. Hozir buni o'zi ham aytdim, o'sha offline tarzda institut tomonidan biz institut mashhur dars beradigan institut rahbariyati qarshimas aksincha qo'llab-quvvatlaydi. Bo'lib ham bitta inglizcha aytib o'taman. O'smirlar psixologiyasida ikki boshda shularni tekin aka. Mana 15-16 yoshda aytaylik, 18 yoshgacha bo'lgan bolalarni diagnostika qilib berib, tavsiya berish haftani bir kunda tekin. Jamiyatga yordam qiladi. Albatta, bu bo'lib ham mana bizda mutaxassislarimiz Qabz aka bolalarimiz man bor, bundan tashqari yana boshqa bizda ishlagan psixologlarimiz bor. Ular jon-jondan shunga rozi. Muammo yo'q. Bu narsani tushunamiz. Albatta bo'lib ham bu narsaga biz har doim oqlanib o'tamiz. Qanchalik jamiyatimizda, misol uchun yoshlarni ongi sog'lom bo'ladigan bo'lsa, aytamiz, kelajagimizda bu yaxshi bo'ladi. Diagnostika, profilaktika qilib berish bizni jamoamiz tomonidan albatta murojaat qilish kerak. Menimcha bu podkast chiqqandan keyin bu narsalar alohida qo'yiladi va bu narsalar o'ylashga e'tiborladi. Bu endi institutda ko'proq o'sha o'smirlar bo'yicha va keyinchalik oila bo'yicha ham qo'yamiz. Ijtimoiy tarmoqlarda o'sha stress, vahima, fobiya va oilaviy nizolarni siz bilan biz oldin gaplashganmiz. Oddiy bir haftalik biz tekin o'tib olamiz. Bo'lib ham chin dildan haqiqatdan shu jamiyatga, ayollarga, erkaklarga demak yordam tegsa maqsadim bo'ladi. Katta rahmat. Ba'dan aka menimcha yakunimiz desak bo'ladi. Mana endi hurmatli kuzatuvchilar, biza hozir psixolog Faxriddin aka bilan birgalikda jamiyatda hozirgi kunda mana o'smirlar, oila psixologiyasi va jamiyat psixologiyasi bo'yicha 3 ta mavzu bo'yicha qo'ldan kelgancha ma'lumot berishga harakat qildik. Asosiy maqsadimiz e'tibor qaratilishi kerakligi bo'lgan narsalarga vaqtida e'tibor qaratish va buni yechimini qilish imkoniyati borligini bilishingiz kerakligi. Iltimos qilamiz, mana podkastimiz chiqqandan keyin kommentariyalarda sizni nima qiynayotganligi va qaysi masalalar bo'yicha yana podkastni chiqarishimiz kerakligi, mavzuni yozishsin. O'zingizni qiynayotgan savollarni yozing, biza sizlarga qo'ldan kelgancha yordam berishga tayyormiz. Psixologiyasiz oila
psixologiyasiz o'smirlar yoki psixologiyasiz yoki uni jilovlamasdan turib biz hech narsani tinchlikka erisha olmaymiz va o'zimizni baxtli his qilyapmiz. Manimcha psixologik yutuq odam bo'lsa, u o'zini baxtli qilishga muammo bo'lmasa kerak. Hozir mana xulosa o'rnida biz aytishimiz kerak. Mana siz bilan suhbatlashdingiz. Ana psixologiyani misol uchun nimani sezdingiz mana aytayotgan fikrlarda? Misol uchun nimani taklif, ya'ni mahsulot, qanday mahsulot ekanligini aytishingiz mumkin. Nimaga asoslangan psixologiyaligi? Misol uchun sizga ma'qul bo'ldi shundan. Ma'qul bo'lgani mana 3 ta mavzu, 3 ta masala bo'yicha 3 ta nima deymiz? Akademiyamiz buni. O'smirlar, oila va jamiyat psixologiyasi bo'yicha qandaydir biza e'tibor qaratilish kerakligini aytib bera oldik. Usul mana mutaxassislarda. Buni davolash usuli ilmiylik va uni har bitta psixolog bo'lsin yoki qaysidir yo'nalishda mutaxassis bo'lsin, u o'zidan o'zi mutaxassis bo'lib qolmaydi. U nimanidir biladiki, u o'sha yo'nalishda ish olib boradi. Shuning uchun iltimos qilardik, e'tibor qilishga bu narsalarga va oddiy elementar narsalarda ham siz o'sha narsa sizga yoqmasligi ham psixologik tarafdan bo'lishi mumkin va uni yechimlari bor. Buning uchun albatta mutaxassislarga murojaat qilish kerak. Ya'ni man to'ldirmoqchiman shu yerda. Hamza aka bilan biz taklif qilayotgan loyiha aynan ilmga asoslangan bo'lib ham u shaxsiy e'tiqodlari yoki bo'lmasam boshqa shaxsiy chegaralarga ta'sir qilmaydigan holatda aynan tadqiqotlarga asoslangan psixologiyani sizga taklif qilamiz. Buning ichida diagnostika, profilaktika, korreksiya orqali yechim topa olishimiz mumkin. To'g'ri strategiya qo'llash orqali va albatta bu narsa qo'llanib kelyapti. Hamcha bundan keyin yanada ommalashadigan umiddaman. Rahmat, boriga shukr. Sog' bo'linglar.